Kazo ham uyda ishlatadigan, ovoz chiqarmasdan jimgina ishini qiladigan kir mashinangdan bormi deysa, men imini shu kir mashinani ko'rsatgan bo'lardim. Chunki bu model motori DC inverter, o'zi ham 99% kir mashinalardan og'ir bo'lgani hisobiga vibratsiya bermasdan, ovoz chiqarmasdan ishlaydi. Ham bu model O'zbekistondagi eng tejamkor kir mashina. Elektr energiyasini 50% gacha ekonom qilib beradi. Suvini isitadigan nagrevateli, ya'ni teni nerjiveka o'shani hisobiga umuman suv tanlamaydi. Oynasi 2 qavatli, qoraytirilgan, o'shani hisobiga ham hammomga ham, oshxonaga ham birdek tushib ketadi. Hammaga kerak bo'lgan par bilan yuvish, sterilizatsiya qilish, dazmolga tayinlash, achiska baraban funksiyalarigacha bor. Sifati xuddi shunaqa bo'lgan modellarni o'rtacha 5 million, 5,5 million so'm sotilyapti. Arzonchi kir mashinada tepa tarafi plastmasdan bo'ladi, og'irroq narsa qo'ysa sinib ketadi. Bu model rostakazim sifat, o'shaning uchun ham bemalol 90 kiloli odamni ham ko'taradi. Kir mashina daji eng tez оборотida ham ishlab turgani bilinmayapti. Xuddi shunaqa 8 kiloli kir mashinalar o'rtacha 5,5 million so'm sotilayotgan bir paytda men sizlarga buni narxini bor yo'g'i $269 qilib beraman.